qilsa yaxshi bo'ladi oshna. Pul kerak. Yetadimi? Yetadi. Shuncha borish kerak toshdan. Kim bu bola? Pulni sanamasdan ham berib yubordi. Qo'yyor, tanishsan. Hamma yuklarni hisob-kitobini qilib berish kerak. Yana bitta furada yukimiz kelyapti. Pul kerak. Yetadimi? Yetadi. Men bu bolani surishtirdim. Bergan pullaringni yaxshilikka ishlatmayapti-kanda. Kayfi safoga berilib ketibdi. O'zim ham bilaman. Bu bola kayf safoga berilgan bo'lishi mumkin. Yomon yo'lda yurgan bo'lishi mumkin. Bu bolani menga bitta qilgan yaxshiligi bor. Bu yaxshiligi Gapim yaxshilab eshit. Xitoydan maxsus texnikalarimiz katta partiyada kelyapti. Shularni sotuvini o'zing nazoratga olasan, tushundingmi? Endi kelyapsanmi ishga? Yurishingni qara. Uxlab yotaverasan, keyin baraka bo'lmaydi. Soat necha bo'ldi, nima ketib kelyapsan? Kecha soat 1:30da ketganman, o'shan uchun ketib kelyapman. xafa bo'lmasangiz bitta gap aytaman sizga. Qanaqa gap ekan? Begona emas biz. Qarindoshingizman. Bu ishchilarga qo'pol muomala qilib yuboryapsiz. Ozgina ishlaringiz yurishib, chivirga berilib ketganga o'xshayapsiz. O'zimga ham bilingan. To'g'ri aytasan. Korxonani 1 yil yurg'izib turalasanmi? Nimaga desang, men pulsiz, mashinasiz, uysiz 1 yil yashab ko'rmoqchiman. Dokumentlarni sani nomingga rasmiylashtiramiz. 1 yil o'zing eplab turasan. Men unaqa demoqchi emasdim. Ishchilarga ozgina muomalani yaxshilasangiz bo'ldi. Men bu narsani ancha oldin o'ylaganman. O'zimda ham bilingan. Qarorim qat'iy. Sen o'zing eplab turasan. Qoch deyapman yo'ldan. Qoch. Yaxshimisizlar? Yani boyga nima bo'ldi? Jinni bo'lib qoldimi? Yalangoyoq bo'lib qopti-yu. 3-4 oy oldin kimlarga berilib ketdi, Xudo ko'rsatib qo'yibdi, to'g'ri? Nima qilasizlar birovlar orqasidan gapirib? O'zi bilan o'zi og'ir bo'lib qolibdi-da bolam. Pul beringlar. Pul. Hozir boplayman buni. Mash pul yetadimi? Yetadi. Rahmat. Rahmat. Shundan kulishyaptimi hozir? 3-4 oy oldin puli ko'pligida paxta qo'yib yurardingiz. Hozir shundan kulyapsizlarmi? Nima bo'pti? Jinnini jinni deydi-da. Jinnini sizga ko'rsataman. Ikkinchi shundan kulaydigan bo'lsangiz men sizga ko'rsataman. Tushundingizmi? Nima endi boshqalari? Hali ko'rsataman hali men. Boshqa. Tashlaman. O'tiring. Kim ular? Ha, tek qo'ying. Qachon pul kerak bo'lsa, mendan so'rang. Itlardan so'ramayman. Xitoydan tovarni chiqarib olishyapti. Bitta sizga berib yuboraman. Xo'p bo'ladi. Nima deyapti o'ding? Mana oyligim oshira bering. Buni iloji yo'q. Nima deyapsan? Bor ishingni qil. Avvalgi xo'jayinda qanday qilib xotirasi yo'qolib qolganini juda yaxshi bilaman. Hamma dokumentlarni sani nomingga rasmiylashtirib qo'ydim. Senga topshirdim. Xudo xolasa boshliq ishonchingizni oqlaymiz, ko'prik xizmatga. Sen buni eplaysan, senga ishonaman. Bo'ldi boshliq. Shunaqa gaplar. Sana oyligingni 2 barobar oshirib beraman. Ashiga bittamizni qolsin, tushundingmi? Bor, ishing. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Eslayapsizmi? Mana shu zavodlarda siz qurgan ekansiz.
Otingizni ham eslay olmayapsizmi? Xudo xolasa ko'rasiz, xotira istiklanib yana zo'r bo'lib ketasiz. Azbi. Nega? Rasmisiz? Nima qilyapsiz o'tda? Chiptaman. Bu yurisiz ish bu. Umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Azizbek, sizga topshirig'im bor. Sizni 3 oyga Xitoyga jo'natamiz. Hada Xitoyda odamimiz bor. Shu texnikalari baqa jo'natishda siz yordam berib turasiz, xo'pmi? Bo'ldi, do'stim, tushunarli. Sizga ishonaman. Doston. Oh, Sanda ishim bor, mana yoqqa yur. Hop, hozir. Doston, senga ishonaman. Mana shu joyda to'ldirib, mana zavodni kengaytiramiz. Sana oyligingni hali oshirib ham beraman. Non berib kesatmog'i bor. Ko'ksingga saqadab eslab Voy bolalar! Bolalar, doston yig'ilish shu paytda. Tezda olib chiqib qo'yinglar. Yig'ilish shu paytda. sen kimiding deya bo'zatmog'i bor. Kuning qolmasin. Chanqadan. hozir burgutni oldiga to'xtaymiz, suv olamiz. Mana kofe. Suqatmayapsizmi? Yo'q. Hozir men telefonda gaplashib kelay. Azizbek, Do'stim, senga yaxmasdan bitta ish qilib qo'ydim. nima ish qildingiz oshna? Zavodda eski boshlig'i bor edi-yu. Toshkentda zo'r doktor tanishlarim bor edi. Ha? Boshlig'ingni shu doktorlarga ko'rsatgan olib ketyapman. Ya maziyat nimaga oborasiz aka? Tez dorixonaga qayting. Sababini keyin aytaman. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Qatga keldi. Zavodga keldik. Baribir xotira istiklanishiga yordam beraman. Tushing. Azizbek, siz bilan eski do'stmiz. Do'stligimizga putur yetib qolmasin. Bu odamni o'zini doktori bor, litseniyasi bor, o'sha yerga olamiz. Mani ishlarimga aralashmay qo'yavering. Bo'ldi, tushunarli do'stim. Yuring, siz bilan bir joyga borib kelamiz. Qatga? Zo'r joyga boramiz. Birgam bor. Men buni oxiriga yetaman. Yetib keldik. Dozasini sal ko'paytirib qo'yaveraman, puliga ham qo'shilib qoladi, keyin bu o'lib ham qolishi mumkin. 10 barobar kuchaytiravering, hech pul sezmayman. Ha, bu boshqa gap. Xo'p bo'ladi. Bobo, qaravering. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Hozirdan yana qo'shadigan narsasi bor. Mana, tayyor bu. Rosa tobida bo'pti, em bo'lsin. Mana tayyordir. Ichirib oling tezda. Ichmayman. Ichasan. Ichiring. Em bo'lsin. Yaxshi ketadi. Bobojon, og'a endi yashib qoladimi? Ha, unga xotirasini tiklaydigan dori berdim bolam. Hali oddiy bo'lib ketadi. Ha, bolam, tinchlikmi? Men bu tog'ani taniyman. Qatdan taniysan sen? Sizin mashina urib yuborganda doktorga borgan tog'a. Ha, o'shanda hushimda bas edim. Bergisimi? Ha, bir tomonda o'tirgan tog'a. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Ichasan. Ichiring. Yaxshi ketadi. Bobojon, og'a endi yashib qoladimi? Ha, unga xotirasini tiklaydigan dori berdim bolam. Hali oddiy bo'lib ketadi. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Shunchalikka boradimi? Eng yaqin ishongan odamlarimi? Eng og'ir zarba ishonib turganingda berilgan zarba bo'lar ekan.
Hozir. Ye, o'zingizmidingiz? Kvartirangizni svet yonib qolganiga havoragan chiqayotgandim. Yaxshimisiz? 2 yildan beri yo'q edingiz. Ahvolingiz yaxshimi? 2 yildan beri bemorlik bo'lib kelganim yo'q edi. Ozgina mehmonlarim bor edi. Kuzatib olay, chiqaman, gaplashamiz. Sog' bo'ling qo'shni. Xo'p. Azizbek, tabibni topgani qiynalmadingizmi? Yo'q, o'g'lim. Telefonlashib topoldik. Surishtirib turib topdim. Tabib ota, siz ham ozgina ovora qildik. Ozgina vaqtingizni olamiz endi. Voy, ovoragarchilik yo'q. Nima xizmat bo'lsa tayyormiz bolam. Qaytar dunyo ekanini qarang. O'shanda hushim yo'qligida siz yordam bergan ekansiz. Mana beborligingizda biz yordam berdik. Xo'jayinimizni giyoh bilan zaharlashgan. O'shundan keyin xotirasini yo'qotib qo'ygan. Aziz, senga vazifa. O'sha odamni yer tagdan bo'lsa ham topasan, men nima qilsam qilaman. Tushundingmi? Xotiram tiklanganini, yaxshi bo'lib qolganimni ikkalalaringdan boshqa hech kim bilmay tursin. Kasal holatimda yana ozgina yurishim kerakga o'xshayapti. Xotiramni yo'qotib betob bo'lganimdan keyin oilam ham mendan voz kechibdi. Hali ularning oldiga borib ularni ham qaytarishim kerak. Ancha odamdan, nechta yaqinlarimdan ko'nglim qoldi. Sen ham ishonchimni suiiste'mol qilmagin. Sendan iltimos. Kasal holatimda yana ozgina yurib turaman. Senga bitta topshiriq bor. O'sha menga zaharli giyoh bergan tabibni ertagayoq topdim. Tushunarlingmi? Juda ko'p tabiblarni surishtirdim. Topdim. Hozir aytsam hayron ham qolasiz. Mana juda ham yaxshi yarashdi. Endi so'qatmaysiz. Azizbek, Voy, Ayrajon. kechirganda nima qilyapsizlar? Ketmadilarmi? Tomi ketgan boshlig'ingga to'n olib beribsan-da. Nimaga uni deyapsan? Sovuq tushganiga olib berdim-da, so'roq kiyinsin deb. So'qat aytgan bo'lsa uyga tashlab qo'ygan. Soat ham kech bo'lib ketdi. Bo'pti. Ertaga ko'rishamiz. Xitoyga ham boshqa odamni jo'natib turasan shekilli. Ozgina ishlarim chiqib qoldi. Bo'pti, muammo bas. Ana uyga tashlab qo'ygan. Gapimiz chala qolib ketdi. Menga zahar bergan tabib kim ekan? Sizga zahar bergan tabib Gapimiz chala qolib ketdi. Menga zahar bergan tabib kim ekan? Sizga zahar bergan tabib Ichimni qizdirmasdan tezroq ayt. Kim ekan u zahar bergan odam? hozir kelib qoldi mana. Shu joymi? Ha, yetib keldik. Kelavering. To'xta. Qo'lini baylab qo'yganmisan? Baylab qo'ymasa qochib ketadi-yu. Bor qo'lingiz, qaqa qochadi. Qochib qutula olmaydi bizdan. Menimcha sen adashibsan. Bu odam menga yordam bergan odam-ku. Adashganim yo'q. Zaharni ham shu odam bergan ekan. Hamma yigitlar xafa qildiring meni. Mana odamingiz 5 soat bo'ldi baylab qo'ygan ekan. Qo'llarim uzilib ketaydi sovuqda. Zahar tayyorlab berganim tan olaman. Bilmagandim sizligingizni. Shifosini ham topibsiz-ku mana. Berdim-ku dorisini ham. Ha, qiynamanglar unaqa, bilmagandim men. Undan ko'ra nevaramga rahmat aytib qo'ying. Bu paytgacha ichacha sitilib ketardi. Yaxshi ham nevaram tanib qoldi. Bo'lmasam bu paytgacha yer tagida qurt-qumsizlar yem bo'lib yotgan bo'lardi. Shukr qiling ozgina. Mayli. Bo'lar ish bo'pti. Jonni faqat yaratgan oladi. Sizga ham rahmat. Kechirdim. Azizbek, bu odamni uyga olib borib qo'yamiz. Ikkinchi bezovta qilma. Rahmat tushunganlari uchun, lekin haligi odamlaring yana telefon qilyapti, dori tayyorlab berdi. Yana aloqaga chiqyaptimi? Yigitlar, bundan bag'aga sizga faqat shifo bo'ladigan dori beraman. Ana shogirdlaringning pulini olamiz. Yigitlar, kelinglar. O'ng oyoq bilan ketasizlar, bir xonaga kiryapsiz. Xo'p. Hozir sizga zahar tayyorlatgan bola o'zi kelyapti.
Lekin men sizga bundan bag'aga xotiringizni mustahkamlaydigan, zehningizni o'tkirlaydigan dori tayyorlab qo'yganman. Mana alohida sadaqaga solib qo'yganman. Shuni aralashtirib qo'yib ichaverasiz, tushunarlimi? Tabib ota. Hozir sizlar orqa eshikdan chiqib ketaveringlar. Keyin gaplashamiz. Boshliq, shu yerda shunday ushlaylik. O'zi oyog'i bilan kelib qoldi mana. Biroz shoshmay tur. Hali qiladigan ancha ishlarimiz bor. Ketdik. Keling ona. Salom. Biz kelyapmiz, buyuring. Ani doringizni dozasidan ko'proq qo'shasiz. Tezlashtiraylik. Bag'dan tashlabman, tayyor qilib qo'yganman. Qancha pul siz beraman? Tezroq qutulishim kerak. Bag'dan tashlabman. Shunaqa kuchlisan tayyorlab qo'yganman mana. Ammo bir ikki hushidan ketadi. Ko'm olmanglar sirasi. Oling. Aniq kuchli-ya. Bunim yaxshi boring. Ye.